Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana yangi bir virus turini ko'rib chiqamiz. Bu virus notebookda yoki kompyuterda, Windowsda aynan cheksiz fayllar yaratib tashlaydi. Juda ko'p fayllar yaratib, notebookda xotirasini to'ldirib. Bu virusda quyidagi kodda ko'rib turibmiz. Hozir mana shu kod, o'sha virus kodi bo'ladi. Lekin bu yerda o'z xatolik bor. Biza for in range birdan 3 gacha deganimizda, ya'ni ikkita fayl yaratadi. Hozir dasturda ishga tushiramiz. User profile desktopda mana masalan aynan qaysi joyga paydo qilishini ham aytganimizda, hozir bizada aynan mana shu qismlarda qiladi. Folderlar yaratib dasturda ishga tushirib ko'ramiz. Mana dastur ishga tushdi. Bizaga ikkita hack folder 1 2 deb chiqarib berdi. Kodda nima deyapti? OS kutubxonasini chaqirib olamiz. Dastur 2 marta qayta yuribdi. OS deyamiz, make dirs directory yarat, ikkita fayl yarat deyamiz. OSda joyini ko'rsatamiz. User profile nima? User profile bu masalan mana shu C disk bo'lsa, user profile bizada mana shu qism, men public bo'lsa, men Felix, biza user profilimiz deyiladi. Hozir aynan Felixning nomini bera olmaganimiz uchun shuni har doim har qanday nomni user profile deb bersak, to'g'ri ko'rsa, user profile ichidagi desktopga joyla deyapti. Mana desktop, user profile ichidagi desktop qismi. Mana desktopda ichiga hack folder 1, hack folder 2, mana user folderda ichiga, desktopda ichiga hack folder nima? Birinchisiga 1 keladi, keyin 2 keladi, 3 gacha deyilgan uchun 3 ga kelib to'xtaydi. Shuning uchun ham bizaga aynan desktop fayl ichiga kelib, mana shu kompyuter turgan hamma narsalar desktop fayl ichiga turibdi. Shuning uchun ham desktopga yaratib, o'z bilan o'chirib tashlaymiz. Endi masalan desktop emas, download this desak, bizaga mana bu download this degan joyga chiqarib beradi o'sha fayllarni. Mana ko'rib turibsizlar. Endi qayta ishga tushiramiz. Dastur ishga tushibdiga va qaraymiz. Hack folder 1, hack folder 2. Agar nimaga biza i ni qo'shdik? Agar hozir biza i ni qo'shmasak, ikkita hack folder paydo bo'ladi. Mana bu yerda hack folder degan ikkita fayl paydo bo'ladi va dastur ishlamay qoladi. Birinchisi bilan chegaralanib qoladi. Mana bitta yaratdi dastur, masalan hack folder. Yana bitta yaratdi. Ikkita hack folder yarata olmaysan, bir xil deydi, bitta bo'lib qoladi. Keyin virus nima bo'ladi? Bitta bilan chegaralanib qoladi. Shuning uchun ham ko'proq ishlash uchun i'ga beramiz. i'ni qo'shib qo'ysak nima bo'ladi? Raqam ko'payadi. deymiz, qiymatlar ko'payib, nom har xil bo'lib, raqam bilan belgilanib paydo bo'ladi. Download hack folder bizaga hack folder 1 bilan 2 yaratilgan edi, shuning uchun ham bunaqa fayl bor deyapti. Endi qayta ishlatsa ishlaydi mana. Bo'ldi, bugungi darsimiz shu edi. Kodini kanalga tashlab qo'yaman. Lekin bizaga hozir kompyuterda qotirish uchun cheksiz qilish kerak. Shuning uchun ham while true deymiz. While true degandan keyin nima bo'ladi? Bu cheksiz aylanadi. 1 2 emas, ketaveradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 shu holda ketaveradi. Kompyuterga cheksiz fayl yaratib tashlab, kompyuter qotiradi. Uzr, adashdim. Agar bizaga bo'lmasa ishlamaydi. Masalan shuncha yaratib taylasak, ni olishimiz kerak. While bilan qilsa ham bo'ladi. Buni boshqa darslarimizga ko'rib chiqamiz yoki bizaga shuncha raqam bilan belgilasak ham anchagina notebook kompyuterlar qo'yib qo'yadi. Bugungi darsimiz shu edi. Hammaga xayr.